Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ramziz. Do'stlar, bu videoda biz Minecraftda 200 ta TNT portlatib ko'ramiz. Qani unda videoni boshladik. Xo'p do'stlar, unda birinchi bo'lib otdan tusha olaman. Xo'p, endi esa yaxshiroq biron bir lokatsiya topib olamiz TNT portlatish uchun eng yaxshi joy. Xo'p, menimcha mana shu joy eng yaxshi joy deb o'ylayman. Xo'p, unda TNTni olib qo'yib olamiz. Hop, 1 2 3 4 1 2 3 4 qolganini do'stlar sizlarga tezlashtirib ko'rsatib beraman. Hop do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, va nihoyat 200 ta TNT bo'ldi. Endi esa ularni portlatish qoldi xolos. Unda surib ketdi. Xo'p, portlatamiz, unda ketdi. 3 2 1 let's go. Wow, ajoyib portladi. Ot bor ekan, tepada ham qanaqadir narsa portladi. Xo'p do'stlar, unda video tamom. Hammaga xayr. Videoga like bosib qo'yinglar. Agarda sizlarning ham Minecraft bo'yicha shartlar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men harakat qilib ko'raman bajarishga.